Men sizga shu futbolchilar asl vatani terma jamoasida o'ynash imkoniyatini rad etganini aytsam ishonarmidingiz? Va ishoning, oxirgisi sizni hayratda qoldiradi. Videoni boshlashdan oldin futbol sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Birinchisi Dean Huyson. U Niderlandiyada tug'ilgan, lekin yoshligida Ispaniyaga ko'chib o'tgan va keyinchalik Niderlandiya emas, Ispaniya terma jamoasini tanlagan. Keyingisi Declan Rice. Rice avval Irlandiya kattalar terma jamoasida o'ynagan, ammo keyinchalik kutilmagan qaror qabul qilib Angliyani himoya qilishga o'tgan. Va u yolg'iz emasdi, chunki Jack Grealish ham Irlandiyadan Angliyaga o'tgan. Navbatdagi futbolchi Lamine Yamal. Otasi marokashlik bo'lgani uchun u Marokash sharafini himoya qilish imkoniyatiga ega edi, ammo Yamal Ispaniyani tanladi. Marokash uni jalb qilish uchun jiddiy harakat qilgan, ayniqsa 2022-yilgi jahon chempionatidagi ajoyib yurishdan keyin. Lekin Ispaniya tezroq ish tutib uni o'z safiga qo'shib oldi. Yana bir ispan futbolchisi Nico Williams. Nico oilaviy ildizlari tufayli Gana terma jamoasida o'ynashi mumkin edi, ammo u Ispaniyani tanladi. Qiziq tomoni, uning akasi Inaki Williams esa Ganani tanlagan. Va nihoyat, ko'pchilik Pepeni Portugaliya afsonasi sifatida biladi, ammo ko'p odamlar uning aslida Portugaliyada tug'ilmaganini bilishmaydi. Xo'sh, sizningcha Pepe aslida qaysi millat vakili?